Beton quyish hopperi bilan ishlashda quyidagi 6 talabga albatta amal qiling. Birinchi, hopper va shatkli holatini tekshirmaslik bilan bog'liq hodisa. Hopperni ko'tarishdan oldin hopper va shatkli holati yetarli darajada tekshirilmasa, qulash hodisasi yuz berishi mumkin. Ko'tarish moslamalarining deformatsiyasi va yorilishining oldini olish uchun ularni belgilangan joyda saqlang. Ishchi ko'tarish moslamasining ulanish holati, yeyilishi va deformatsiyasini tekshirib, hodisalarning oldini oladi. Ikkinchi, zinapoya va narvondan oldinga qarab tushish hodisasi. Zinapoya yoki narvondan foydalanishda oldinga qarab tushish qulash hodisasiga olib kelishi mumkin. Narvondan tushishda qo'l, oyoq va narvonning 3 nuqtali tayanchini saqlamaslik qulashga sabab bo'lishi mumkin. Narvondan foydalanishda 2 kishilik guruh bo'lib, 3 nuqtali tayanchni saqlagan holda tushing. Uchinchi, hopperni ko'tarish paytidagi to'qnashuv hodisasi. Hopperni ko'chirish vaqtida pastki hudud nazorat qilinmasa va to'siqlar tekshirilmasa, to'qnashuv hodisasi yuz berishi mumkin. Hopperni ko'chirishdan oldin har doim pastki hudud va to'siqlarni tekshiring. To'rtinchi, hopper joylashuvini sozlashdagi qisilib qolish hodisasi. Hopper ko'tarilgandan keyin chiqish qismi joylashuvini qo'l kuchi bilan sozlash qisilib qolish hodisasiga olib kelishi mumkin. Hopper chiqish qismini xavfsiz hududda turib masofadan boshqarish pulti bilan sozlang. 5. Himoya ko'zoynagi taqmaslik bilan bog'liq hodisa. Beton quyish vaqtida himoya ko'zoynagi taqilmasa, hodisa yuz berishi mumkin. Ishchilar beton quyish vaqtida himoya ko'zoynagini albatta taqishlari kerak. 6. Qolipga beton quyish paytidagi qulash hodisasi. Qolip ustida beton quyish vaqtida yiqilib tushish hodisasi yuz berishi mumkin. Qolipga beton quyish ishlari har doim ish platformasida yoki yerda turib bajarilishi kerak. Beton quyish hopperini tozalashda quyidagi 4 qoidaga albatta rioya qiling. Birinchisi, xavfsizlik ilgagi mahkamlanmagani sababli yuz beradigan qulash hodisasidir. 2 metr va undan baland joyda ishlaganda xavfsizlik ilgagini doimo mahkamlagan holda ishlash kerak. Ish tugaguncha xavfsizlik ilgagini mahkamlangan holda saqlang. Ikkinchisi, tozalash ishlari vaqtida yuz beradigan qulash hodisasidir. Tozalash vaqtida muvozanat yo'qolib, qulash hodisasi yuz berishi mumkin. Ishchi xavfsizlik ilgagini mahkamlab, muvozanatni saqlagan holda tozalash ishini bajaradi. Uchinchisi, zinada yuz berishi mumkin bo'lgan yiqilish hodisasidir. Zinadan oldinga qarab tushganda sirpanish yoki yiqilish hodisasi yuz berishi mumkin. Zinadan tushganda panjarani ushlab orqaga yurib tushing. To'rtinchisi, ish tugagandan keyin tartibga keltirmaslik sababli yuz beradigan yiqilish hodisasidir. Ish tugagandan keyin yig'ishtirilmagan shlang yoki uskunaga ilinib yiqilish hodisasi yuz berishi mumkin. Ish tugagach, darhol joyni tartibga keltiring va yurish yo'lagini ochiq saqlang.